kecha xazinalarimga kitob qo'shildi. Yana boyib qoldim. Shuni bir sizlarga maqtanishdan qilmoqchiman. Ko'rganlarning ko'ziga kuydirib degandek. Xullas kalom, eski shaharda Milliy Books degan kitob do'koni bor ekan. 3 yillik tanishim, do'stim, qadrdonim bilan birinchi marta kitob olgan bordik, birga. Olgan 6 kitobimni sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Tartibi bo'yicha ko'rsatsam, birinchi mana bu kitobni ko'rib qoldim, Avliyolar sultoni. Keyin Ilohiy ishq degan kitobni ham sotib oldim. Bu kitob muallifi juda mashhur olim, Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy tariqatimizda juda katta olimlardan bo'lgan. Keyin kitob 7 piri komil, muallifi Suyulduq Mustafa Nuradoiy ekan. Sizlar ham o'qib ko'ramiz. Mana o'sha kitob do'konida sotuvchisi tavsiya qilgan kitob, buni o'qib maza qilasiz, tasavvurga qiziqsangiz, mana shuni ong afsuslanmaysiz dedi. Keyin sotib oldim. Ufiya zikr. Bu akani o'zi o'qigan ekan. Shayx Zuhriddin Qori Naqshbandiy Shahrixoniy muallif ekan. Nodirxon Hasan deb qo'yishdi. Bu kitobni xohlasa mana shundan keyin oxirida o'qiyman. O'zimni qiziqtirib, chunki aka juda qiziqtiradi. Bundan tashqari bitta shogirdcha bor, kichkina maktabda o'qiydigan, kitob yo'nalishida maslahatlar olib turadi. Anorasi o'zimni ukam ikkita kitob sotib oldim shogirdga. Bularni ham oldin o'zim o'qib, keyin sovg'a qilamiz. Bittasi Doston Mustafoyev, hammasi kitob haqida. Buni ancha oldin ko'rgan edim, lekin sotib olishga imkoniyat chiqib ketgan edi. Yana bittasi G'iyos ibn Yusuf. Bu akamizni ko'pchilik taniydi, ijtimoiy tarmoqlarda ham ancha faol. Men ham kitob o'qiyman asari. Mana shu ikkalasini o'zim o'qib olib turib, keyin shogirdga sovg'a boraman. Shunaqa gaplar. Sherigim ham 4 ta kitob oldi. Sherigimning kitoblariga ham rosa qiziqdim, lekin keyin safar olishni niyat qildik. Tavsiya qilaman, ayniqsa mana bu 4 ta kitobni qo'rqmasdan, o'qimasdan turib tavsiya qilishim mumkin. Qiziqqaningiz bo'lsa, sotib olishsa bo'ladi. Andijonliklar bo'lsa, Milliy Books eski shaharda zo'r kitob do'koni ekan, o'zi ixcham bo'lsa ham, millionta kitob bor ekan. Borib ko'ringlar.